Tafsiri muyassar. Baqara surasi. 1. Nihoyat shafqatlik, to'liq mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam mim. Ba'zi surlarning beshida kelgan bu uzuk harflar Qur'onning mo'jiza ekanligiga ishorat qiladi. O'z vaqtida arab mushriklari Qur'onning Allohning so'zi ekanligiga ishonmaganlikdan ulardan Qur'on surlariga o'xshaydigan bir surni maydonga chiqarishi talab qilingan bo'lsa-mu, ular bir surni emas 10 oyatni maydonga keltirmagan. Ya'ni arablar adabiyot va she'riyatda eng yuqori pallaga yetgan va ularning tili mushu harflardan tarkib topgan turib, ularning Qur'on surlariga o'xshaydigan bir surni o'ttirga chiqarishdan ojiz kelganligi Qur'onning Allohning so'zi ekanligini isbotlab bergan. Bu Qur'on Allohdan kelganligida qilcha shak bo'lmagan ulug' kitobdir. Shunga buningga hech kimning shak keltirishiga o'rin yo'q. Chunki uning haq kitob ekanligi nihoyatda aniqdir. Taqvodor kishilar Qur'ondan ilm hikmat hosil qiladi va yaxshi amallarni qiladi. Ular Allohdan qo'rqadigan, uning amr farmonlariga amal qiladigan kishilardir. Ular sezgi a'zolari bilan bilinmaydigan va aqli bilan idrok qilinmaydigan g'ayb masalalarga ishonadi. Chunki g'ayb Allohning payg'ambarlarga vahiy qilishi orqali bilinadigan soha bo'lib, u farishta, jannat va do'zax qatorliqlarga iymon keltirishga o'xshash Alloh yoki uning payg'ambari xabar bergan ishlarni ko'rsatadi. Iymon Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, qiyomat kuniga, yaxshilik yomonlik Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligiga chin ishonib, til bilan iqror qilish va amal bilan namoyon qilish deganlikdir. Taqvodor kishilar g'aybga ishonish bilan bir vaqtda namozlarini Alloh o'z payg'ambariga ko'rsatgan bo'yicha vaqtida mukammal va durust ado qiladigan, biz ato qilgan pul-molning zakatini ado qiladigan, sadiqa beradigan kishilardir. Ey payg'ambar, ular sana nozil qilingan Qur'on bilan sunnatga va sendan ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan Tavrat, Injil qatorliq samoviy kitoblarga, o'lgandan keyingi hayotga, oxiratdagi hisob, mukofot va jazo qatorliqlarga qat'iy ishonadigan, o'zining ishonganligini tili va amallari orqali isbotlab turadigan kishilardir. Bu oyatda oxiratga ishonish alohida bayon qilingan. Chunki oxiratga ishonish kishini yaxshi amallarni qilishga, harom ishlardan yiroq turishga va o'zidan o'zi hisob olib turishga undaydigan eng kuchli turtkidir. Yuqorqi sifatlarga ega bo'lgan taqvodor kishilar Alloh ato qilgan hidoyat nuri soyasida Allohning to'g'ri yo'lda mang'uvchilar bo'lib, ular haqiqatan maqsadiga erishguchilardir. O'zlari qochgan narsaning yomonligidan qutulg'uchilardir. Ey payg'ambar, sana Rabbing tarafidan nozil qilingan haqiqatni qabul qilishdan bosh tortib, uni inkor qilgan kofirlarni Allohning azobidan ogohlantiramsan yoki ogohlantirmamsan, ular uchun bari birdir. Chunki ular cho'ngchilik qilib va haddidan eshib, o'zlarining botil e'tiqodiga ching esilib olganlikdan hargiz iymon etmaydi. Ular kufrligi, tuzkurligi va haqiqat o'zlariga aniq bo'lgandan keyinmi ozg'unligida ching turib olganligi sababli Alloh ularning dillarini, quloqlarini pechatlavatdi va ko'zlarini pardalavatdi. Shunga Alloh ularni hidoyatga muvaffaq qilmadi. Ularga do'zaxda qattiq azob bor. Ba'zi kishilar mu'minlar bilan kofirlarning o'ttirsida qaysisiga tava bo'lishini bilinmay, gangirab yuradigan bo'lib, ular dilida ishonmay turib, og'zining uchida Allohga va oxiratga iymon etdik deb qo'yadigan munofiqlardir. U munofiqlar nadonligidan og'zida iymon etib qo'yib, dilida kufrni yushirish orqali Allohni va mu'minlarni oldiy olaymiz deb o'ylaydi. Ammo ular faqat o'zlarini aldaydi. Chunki ularning bu aldamchiligining ziyni o'zlariga bo'ladi. Ular intayin nadonligi va ichki dunyosining buzuqligidan o'zini o'zi aldayotganligini his qilmaydi. Ularning qalbida shak va buzuqlik bor. Ular o'zlarini azobga uchirtadigan shunday qilmishlarga mubtalo bo'lgan bo'lib, Alloh ularning qalbidagi shakni texmi ziyoda qilibdi. Ularga o'zlarining yolg'onchiligi va munofiqligi tufayli to'lima alamlik, to'lima qattiq azob bor. Ularga kufri va gunoh ma'siyat bilan yer yuzida buzg'unchilik qilishdan, mu'minlarning sirlarini oshkorlab qo'yishdan, bu orqali ularga ziyonkashlik qilishdan va kofirlarning tarafdori bo'lishdan yenish haqida nasihat qilinsa, ular yolg'ondan biz faqatli isloh qiluvchilarmiz deyishidi. Ularning isloh degan narsasi buzg'unchilikning dal o'zidir. Ammo ular o'zlarining nadonligidan va johilligidan buni his qilmaydi. U munofiqlarga sizlar sahobalardek tilinglar va amaliyatinglar bilan iymon etinglar deyilsa,
Ular jidallashib, biz ashu ahmaq kishilar iymon etgandek iymon etamdiq. U chaqda bizmi ashularga o'xshash ahmaq bo'lib qolmamdiq deydi. Alloh ularga radiya berib, ahmaqlar dal ashu munofiqlarning o'zi ekanligini va ularning cho'nqur ozg'unlik va ziyon ichida ekanligini, ularning buni bilmayotganligini bayon qiladi. U munofiqlar mu'minlar bilan uchrashgan chaqlarida bizmi sizlarga o'xshashli iymon etdik deydi. Ammo ular mu'minlardan ayrilib, o'zlarining Allohga osiylik qilgan kofir katta boshlarining yiniga borgan chaqlarida bo'lsa, ularga o'zlarining kofir ekanligini va kufrdan yonmaganligini, faqatla mu'minlarni ko'zga ilmaganlikdan ularni masxara qilib, shundoq deb qo'yganligini aytishidi. Alloh ularni masxara qiladi. Ya'ni ularga mu'minlarni masxara qilganligining jazosini beradi. Ularning ozg'unlikka texmo cho'nqur petishi, texmo gangirishi uchun ularga muhlat beradi. Mu'minlarni masxara qilganligining jazosini tetitadi. Ana ashu munofiqlar ziyonliq bir tijoratga o'zini sotgan bo'lib, iymonni berib, kufrini setib oldi-da, natijada hech narsaga erishamadi. Balki hidoyatdan mahrum qoldi. Mana bu ochiq ziyondir. Muhammad alayhissalomga kelgan dinga dilida emas, tilining uchida iymon aytib qo'yib, ondan o'zlarining kofirligini oshkorlagan, shuning bilan ozg'unlik patqoqlarda tengirqab yurgan va o'zlarining ozg'unlik ichida ekanligini his qilmagan munofiqlarning ahvoli qorong'u kechida isinish va atrofni yo'ritish uchun mash'al yoqqan, mash'al atrofni yo'ritgandan keyin tuyuqsiz o'chib qolib, qorong'ulikda qolgan va hech narsani ko'ramaganlikdan yo'lini topolmay gangirab qolgan kishilarga o'xshaydi. Munofiqlar haqiqatni ko'ngil qo'yib anglashdan gaz, haqiqatni so'zlashdan gacha, hidoyatning nurini ko'rishdan ko'rdir. Shunga ular o'zlari voz kechib, kufriga tegishgan iymonga qaytanmaydi. Bu munofiqlarning goh haqiqatni ko'raligan, goh uningdan shaklanib qolgan ahvoli xuddi cho'lda ketayotganda qattiq yomg'ir yig'ib ketib, ustiga qorong'ulik, guldirmama va chaqmoq ostida qolgan, chaqmoq ovozining qattiqligidan o'lib ketishdan qo'rqib ketib, quloqlarini qo'llari bilan itib olgan kishilarga o'xshaydi. Alloh kofirlarni har tarafdan qo'rshab turg'uchidir. Ular Allohdan qochib qutulolmaydi va Allohga g'olib kelinmaydi. Chaqmoq qattiqligidan ularning ko'z nurini ilib ketgili tos qoladi. Shundaqdimi har qitim chaqmoq chaqqanida ular chaqmoqning yo'riqida mengib oladi. Chaqmoq o'chib, atrofni qorong'ulik bosganda bo'lsa, ular o'z joyida turib qoladi. Agar Alloh ularga muhlat bermasa edi, ularning anglash va ko'rish iqtidorini yo'q qilib etgan bo'ladi. Alloh shunday qilishni xolisa, albatta qila oladi. Chunki Alloh har narsaga qodirdir. Allohdan barliq insoniyatga shunday nido qilinadiki, sizlarni turli ne'matlari bilan parvish qilib turayotgan Rabbinglarga ibodat qilinglar. Uningdan qo'rqinglar. Uning dinidan chatnashdan hazar aylanglar. Alloh ulardan rozi bo'ladigan va ularmu Allohdan mamnun bo'ladigan taqvodor kishilardan bo'lishinglar uchun sizlarni va ota-buvlaringlarni yo'qdan yaratdi. Sizlarning Rabbinglar tirikchiliginglarning qulay bo'lishi uchun sizlarga zaminni selinch qilib bergan, osmonni to'g'ris qilib yaratgan, bulutdan yomg'ir yog'dirib, zamindan sizlarga turli mevalarni, har xil o'simliklarni rizq qilib chiqarib bergan zotdir. Shunga sizlar Allohning yegona yaratquchi ekanligini, hammaga rizq berib turayotganligini va yolg'iz ibodat qilinishga tamoman haqliq zot ekanligini bilib turib, ibodatda Allohga maxluqotni sherik qilib olmanglar. Ey kufrida ching turib olgan kofirlar! Agar sizlar biz bandimiz Muhammad alayhissalomga nozil qilgan bu Qur'onga shak keltirsanglar va uni Allohning so'zi emas deb gumon qilsanglar, Qur'onning surlariga o'xshaydigan biror surni keltirib beqinglar. Agar sizlar bu da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlarga bu ishda yordam qila oladigan barliq yordamchilaringlarning hammasini chaqirib, ular bilan hamkorlashinglar. Agar sizlar hozir biror sura keltirishdan ojiz kelgan bo'lsanglar, buningdan keyin albatta ojiz kelasizlar. Buningda qilchi shak yo'q. Undaqda sizlar Muhammad alayhissalomga iymon etish va Allohga itoat qilish orqali yiqilg'usi odam va toshlardan bo'lgan do'zax o'tidan saqlaninglar. Do'zax o'ti Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilgan kofirlar uchun tayyorlandi. Ey payg'ambar, iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ularning ko'nglini shodlantiradigan bir yaxshilikdan xabar berginki, oxiratda ularga oliy qasrlari va qo'yiq dal-daraxtlari ostidan o'stanglar eqib turadigan ajoyib go'zal bog'lar bor. Bu bog'larning daraxtlari ularga soy tashlab turadi. Alloh jannat ahlini har qitim
eng lazzatli mevalar bilan rizqlandirganda, ular Allah bizni buningga o'xshaydigan mevalar bilan ilgirimi rizqlandirgan edi deydi. Gerçi bu mevalarning ismi, rangi va shakli bir-biriga o'xshab ketsa-mu, ular bu mevalarni har qitim tetiganda boshqacha lazzat, boshqacha tamdan huzur oladi. Ularga jannatda yana hayz va nifosga o'xshash jismoniy paskinchiliklardan, yolg'onchilik, axloqsizlikqa o'xshash ma'naviy illatlardan tamoman xoli bo'lgan pok juplar bor. Ular jannatdan va uning ne'matlaridan mangulik bahramon bo'ladi. Ular jannatda o'lmaydi, uningdan chiqarib etilmaydi.